Bugun biz faqat kitob o'qish haqida emas, balki qanday qilib kitob orqali hayotni o'zgartirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Prezidentimizning 2026-yil 15-yanvardagi tarixiy qarori yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Bugun Samarqand davlat pedagogika instituti talabalari uchun kitob shunchaki bilim manbai emas, balki eng zamonaviy lifestyle, ya'ni hayot tarziga aylanib ulgurgan. Xo'sh, institutda muhit qanday? Bu borada rahbariyat yoshlar uchun qanday qulayliklar, shart-sharoit yaratib bergan? So'zni Samarqand davlat pedagogika instituti yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektoriga beramiz. Ma'lumki, hozirgi kunda davlatimizda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Shu xususda Samarqand davlat pedagogika institutida ham talaba yoshlarimiz uchun kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, ular orasida kitobxonlikni keng jalb qilish bo'yicha, targ'ib qilish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan bizning axborot resurs markazimizda bir qancha yangi davr adabiyotlari bilan boyitilgan bo'lib, ushbu adabiyotlardan talabalarning muntazam foydalanishi keng targ'ib qilinmoqda. Fakultetlarimiz miqyosida talabalar orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida eng yaxshi kitobxon talaba ko'rik tanlovi muntazam o'tkazib kelinmoqda. Barcha g'olib bo'lgan talabalarimiz esa respublika bosqichlarida ishtirok etib, munosib o'rinlarni egallab kelishmoqda. Bu esa aholi orasida, xususan talabalar orasida kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib qilishidagi ildam qadam desak mubolag'a bo'lmaydi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida, xususan Oliy ta'lim vazirligidan berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida talaba yoshlar bilan cheklanib qolmasdan xodimlar o'rtasida, xususan rahbariyat boshchiligida o'zlarini tashabbusi bilan kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida bir qancha kitobxonlik tadbirlari, zakovat intellektual o'yinlarida ham o'sha kitobxonlik bilan boyitilgan savollar to'plamlari joriy qilinib, rahbariyat vakillari orasidan jamoalar tuzilib, kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha shaxsiy namuna ko'rsatib kelinmoqda. Bugungi talaba vaqtni qadrlaydigan talaba. Shuning uchun institut axborot resurs markazi faqat javonlardan iborat emas, u endi ulkan elektron baza hisoblanadi. Axborot resurs markazi institut qoshida tashkil etilgan bo'lib, axborot resurs markazida 4 ta bo'lim faoliyat ko'rsatadi. Bular ilmiy uslubiy axborot ma'lumot bo'limi, axborot resurslarini qabul qilish, butlash, kataloglashtirish va tizimlashtirish bo'limi, 3-si axborot resurslari bilan xizmat ko'rsatish bo'limi, 4-si elektron kutubxona axborot bo'limi. Bu bo'limlar hammasi bir-biri bilan bog'liq. Albatta, axborot resurs markazi qoshida 2 ta o'quv zal bor. O'quv zallarimiz ertalab soat 8 dan kechki 20:00 gacha ishlaydi. 2 smenada ishlaydi. Talabalar uchun qulay sharoit yaratilgan bo'lib, talabalar o'quv yotoqxonadan tushib kechgacha bemalol foydalanishlari mumkin. Bu yerda keyin har chorshanba kuni zakovat tashkil etiladi. Payshanba kuni eng yaxshi kitobxon fakultetlar kesimida albatta tashkil etilgan. Axborot resurs markazida o'zimizni Library SamDP uz degan platformamiz bor. Bu platformaga ham hamma elektron kitoblar joylashtirilgan. 27 mingdan ziyod adabiyotlar joylashtirilgan. Bundan ham talabalarimiz bemalol foydalanishlari mumkin. Umumiy fondimiz 21 ming nomdan ziyod, nusxasi 140 mingdan ziyod. Hozirgi kunda juda ham yangi adabiyotlar bilan ko'plab ta'minlanyapti. Talabalar uchun yaxshi, juda ham sharoitlarimiz yaxshi. Iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'limi esa bu jarayonda energiya hosil qiluvchi quvvat manbai vazifasini o'tayapti. Kitob o'qigan yosh ilmiy ijodiy faoliyatda qanday natijaga erishadi? Bugungi kunda Samarqand davlat pedagogika institutida iqtidorli yoshlar uchun bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Bularni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi kunda Samarqand davlat pedagogika instituti iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni startap loyihalarini realizatsiya qilish bo'yicha, moliyalashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgan. Misol uchun bugungi kunda Samarqand davlat pedagogika instituti iqtidorli yoshlar tomonidan 300 ga yaqin startap loyihalar mavjud bo'lib, bugungi kunda mana shu startap loyihalarni moliyalashtirish ustida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, o'sha talabalarda ijtimoiy faollikni oshirish, o'sha institutimizda ravnaqiga hissa qo'shish, munosib hissa qo'shish, jamoat orasida o'zini o'sha imkoniyatlarini ko'rsata olishini ta'minlash maqsadida Samarqand davlat pedagogika instituti volontyorlar markazi ham tashkil etilgan. Bugungi kunda mana shu volontyorlar markazida 100 dan ziyod iqtidorli yoshlar o'zining ekologiya sohasi bo'yicha, sport sohasi bo'yicha, ijtimoiy faollik sohasi bo'yicha, barcha sohalar bo'yicha koordinatorlar shakllantirib, bugungi kunda o'sha volontyorlar markazi ham
keng faoliyatini olib bormoqda. Volontyorlar markazi bevosita bugungi kunda o'sha talabalarimizga ijtimoiy faolligini oshirish uchun imkoniyatlar yaratishga qo'shimcha ball beryapti. Grant taqsimotlarida kontraktdan grantga o'tish uchun o'sha belgilab qo'yilgan ballni berilyapti. Bundan tashqari o'sha xorijga o'qimoqchi bo'lganlar uchun volontyorlar sertifikatini ham taqdim etyapti bu markaz. Bundan tashqari o'sha rektor stipendiyasida ijtimoiy faollik uchun ham maksimal ball beradi hamda yil talabasi, eng faol yil talabasida ham mana shu volontyorlar markazida faoliyat yuritgan hamda mana shu volontyorlar markazida o'zini ko'rsata olgan talabalarga sertifikat taqdim etilib, mana qo'shimcha ballar berilyapti. Bundan tashqari Samarqand davlat pedagogika institutida iqtidorli yoshlar orasida shaxmat bo'yicha ham jahon chempioni, Osiyo chempionlari bugungi kunda o'sha institutimiz talabalari orasida mavjud. Samarqand davlat pedagogika instituti iqtidorli yoshlari xalqaro matematika olimpiadasida, mana Buxoroda bo'lib o'tgan olimpiadada, bundan tashqari Turkmaniston Ashxobodda bo'lib o'tgan olimpiadada, Rossiya Federatsiyasida xalqaro onlayn olimpiadalarida munosib ishtirok etib, 60 ga yaqin o'sha medallar, oltin medallari, bronza, kumush medallarni qo'lga kiritib, institutimizning sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Bundan tashqari iqtidorli yoshlarimiz uchun keng sharoitlar yaratib bergan kutubxonalarda o'sha foydalanish uchun barcha imkoniyatlar yaratib bergan, axborot resurs markazlaridan foydalanish uchun barcha qulayliklar, sharoitlar yaratib berilgan, startap loyihalari ustida ishlash uchun inkubasiyon sentr tashkil etilgan. Inkubasiyon sentrda iqtidorli yoshlarimiz o'zlarining startap loyihalarini prototipini ishlab chiqish, eng o'sha MVP'sini yaratish bo'yicha o'sha inkubasiyon sentrda o'z faoliyatlarini olib borib, loyihalarini mukammal holatga keltirishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har bir inson bor ekanki, uni muvaffaqiyatga erishishida albatta ilmning o'rni beqiyos bo'ladi. Ilmlarni bularning barchasi kitoblarda mujassam bo'lgan. Bugungi kunda o'sha kitob insonni ulug'lashda, keng imkoniyatlarni tahlil qila olishda, o'zini munosib pozitsiyasini shakllantirishda albatta kitobda o'rni beqiyos bo'ladi. Kitobxonlik bo'yicha bugungi kunda Samarqand davlat pedagogika instituti yosh kitobxonlar tanlovi tashkil etilgan institut bosqichi bo'ladi bu. Bu barcha iqtidorli yoshlar o'zini o'sha o'qigan badiiy kitoblari, siyosiy kitoblari, huquqiy savodxonlik kitoblari bo'yicha, umuman olganda kitoblar bo'yicha o'sha qatnashish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni yosh kitobxonlar tanlovi bugungi kunda institutimizda tashkil qilingan. Kitobga qiziqmaydigan yoshlar ham albatta chiqadi. Bu yoshlarimiz uchun volontyorlar markazi tashkil etilgan. Volontyorlar markazi mana shunday ijtimoiy faol bo'lmagan talabalarni ijtimoiy faollikka chorlovchi markaz hisoblanadi. Ushbu volontyorlar markazi, ya'ni volontyorlar assotsiatsiyasi ham deb ataladi. Bu assotsiatsiyaning rahbari, prezidenti deb biz belgilaganmiz. Bu ham o'zini iqtidorli talabamizni o'zining tashabbusi bilan tashkil etilgan. Maqsad mana shu kitob o'qishiga qiziqishi bo'lmaydigan, bugungi kunda o'zini o'rnini topishda qiyinchiliklar ko'rayotgan yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda ko'makka muhtoj bo'lgan o'quvchilarimizni topib, mana shularning ustida ishlab, bularni ham bugungi kunda jamiyatga faol qatlam sifatida keltirish uchun bugungi kunda volontyorlar markazi xizmat qilmoqda. Keling talabalarga ham quloq tutaylik. Masalan, Paulo Coelhoning Alkimyogar asari nega hali ham trendda? Rayhona bu asarni shunchaki o'qimagan, u asar orqali o'z yo'lini kashf etgan. Uning ta'kidlashicha, ushbu kitob insonni o'z orzulariga ishonishga, hayotda o'z yo'lini topishga va maqsad sari qat'iyat bilan intilishga undaydi. Asar qahramoni orqali har bir inson qalbida yashiringan imkoniyatlarni kashf etish, qiyinchiliklardan qo'rqmaslik va taqdirga ishonish g'oyasi yoritilgan. O'zbekiston Respublikasida juda ko'p yosh kitobxonlar uchun juda ko'p tanlovlar o'tkaziladi. Misol uchun yosh kitobxon loyihalari. Bu tanlovlar nafaqat yoshlarni ma'naviy tomondan, balki boshqa tomondan ham juda katta cho'qqilarga ko'tarilishiga juda ham yordam beradi. Misol uchun o'sha kitobxon loyihalarida qatnashib ko'plab yosh talabalarimiz, ko'plab yoshlarimiz ko'plab sovrinlarni, misol uchun avtomashinalarni yutib olishmoqda. Bu ularga ma'naviy tomondan, balki boshqa tomonlardan ham yordam berishiga olib kelmoqda. Xususan hozirgi kunda bizning institutimizda ham ko'plab kitobxon loyihalari o'tkaziladi. Misol uchun bir haftada bir kitob, yosh kitobxon kabi bir qancha loyihalar o'tkaziladi va bu loyihalar ko'plab talabalarni ko'plab kitoblarni o'qishida, ularni ma'naviy yutuqlikka olib borishida juda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi va men ham o'zim ham bu kitobxon loyihalarida muntazam qatnashib boraman. Oxirgi loyihada bir haftada bir kitob loyihasida qatnashdim. Bu loyihada Alkimyogar kitobi loyihasi bo'lib o'tdi. O'shanda qatnashdim. Boshqa tengdoshlarim bilan fikr almashyapman. O'sha kitoblardan ma'naviy yetuklik olyapman o'zimga.
hayotda tajribalar olyapman o'sha kitoblar orqali. Misol uchun oxirgi kitobim Alkimyogar asarida bosh qahramon Santiago ismli odam bo'ladi. U bu kitobdan oladigan juda ham katta xulosa, bu kitobda o'sha Santiago ismli kishi o'z oldida maqsad qo'yadi va o'sha maqsadda oldida juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch keladi, lekin bu qiyinchiliklarga duch kelishiga qaramasdan u oxirida o'z maqsadiga erishadi. Bu meni o'z oldimga maqsad qo'yib, u maqsadga erishishimga va o'z yo'limdan chekinmasligimga o'sha asar juda ham katta yordam berdi. Santiago dastlab xazina uchun harakat qiladi. Uni tushiga xazina alomatlari ko'rinadi va u xazina topish uchun boshqa mamlakatga, Afrikaga boradi. Afrikada juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch keladi dastlab. Uni firibgarlar tunab ketadi. Firibgarlar tunab ketishiga qaramasdan u o'z yo'lida yana davom etadi va turli xil narsalar sotib, o'sha xazina uchun harakat qiladi. Bu xazina uchun harakatda u bir qizga ko'ngil qo'yadi. Ko'ngil qo'yishiga qaramasdan u qizni ham tashlab ketmaydi. Keyinroq kelish maqsadida u qizni ham qoldirib o'sha xazinaga yana boradi va oxirida u xazina Afrikada emas, balki u Ispaniyada yashagan bo'ladi. Santiago Ispaniyada bo'ladi xazina va u xazinani Afrikadan yana qaytib Ispaniyada topadi va xazinaga ega bo'ladi. Chekinmaydi o'sha xazinani topish yo'lida. Kitob bu insonning ma'naviy boyligini oshiruvchi bir majmua, qo'llanma desak bo'ladi. Insonning hayoti boshlanganidan maktab yoshlarida ustozlar ko'p ta'kidlaydilar, kitob insonning eng yaqin do'sti deb. Bolalar boshida buni oddiy so'zlar deb tushunadi. Erta kitoblarni o'qiydi. Bular uchun u xuddi bir sarguzasht, qiziq bir multfilm ko'rayotgan jarayonga o'xshaydi. Lekin qanchalik katta bo'lib borayotgan bo'lsa agar, ular hayotni ko'radi. Hayot qiyinchiliklarni ko'rgan sari o'sha kitobdagi og'ir sahnalar yoki undan tashqari insonlarning ichki holatini tushunishni boshlaydi. Inson qanchalik ko'p kitob o'qigan bo'lsa, hayotni to'g'ri tarafga talqin qilishni o'rganadi. O'zimda ham ko'p uchraydigan holatlar, har bir narsani inson har ko'z bilan ko'rishi mumkin. Ya'ni bitta narsadan siz yomon xulosa chiqarsangiz, boshqa insonlar, masalan, aynan ma'naviyat jihatdan yaxshi rivojlangan insonlar uni yaxshi tomonlarga qarashga harakat qilishadi. Shuning uchun kitobni juda ham foydali ekanligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Hozirda Samarqandda ham juda ham ko'p kutubxonalar bor. Men o'zim Pushkin nomidagi kutubxonaga boraman va u yerga a'zoman. U yerda ham juda ham ko'p kitoblar mavjud. Masalan, boshqa xalqaro kitoblar, boshqa davlat kitoblari yoki o'zimizning badiiy kitoblar ham mavjud. Agar sizda ijodiy vibe, ya'ni kayfiyat bo'lsa, sizni mushoira klubi kutmoqda. Bu yerda she'rlar faqat o'qilmaydi, bu yerda tuyg'ular kashf etiladi. Bugungi kunda institutimizda nafaqat kitobxonlarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Shuningdek, ijodkor yoshlarga ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. Birgina misol tariqasida ayta olishimiz mumkin. Aynan mushoira klubida bugungi kunda 70 nafar ijodkorlar faoliyat yuritmoqdalar, o'zaro fikr mulohazalar almashmoqdalar. Shuningdek, ularning ijod namunalarini o'sha bugungi kunda Muallim gazetasi, institutimizning Muallim gazetasida ham muntazam chop etilib borilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda biz institutimizning mushoira klubi a'zolari bilan birgalikda aynan talaba yoshlarning ijod bekatlari nomli to'plam nashr ettirmoqdamiz va yaqin kunlarda buni ham sizlarga e'tiboringizga havola etamiz. Yana birgina misol bilan ayta olishimiz mumkin. Bugungi kunda biz aynan mushoira klubi a'zolarining ijodlari namunalari bilan Talabalar bayozi nomli she'riy to'plam chop ettirdik. Unda nafaqat she'rlar, balki hikoya nafis yosh qalamkashlarning ijod namunalari ham joy olgan. Bugungi kunda institutimizning Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti bilan birgalikda ko'pgina tanlovlar, aynan mushoira kechalari, bahri baytlar va barcha ustoz, yozuvchi va shoirlarning tavallud ayyomlarida go'zal kechalar, badiiy kechalar, uchrashuvlar tashkil etiladi. Yaqindagina institutimizda Shuhrat medali sohibasi Guljamol Asqarovaning cho'x ustida raqs nomli she'riy to'plami o'sha saylanmasi taqdimoti bo'lib o'tdi va bu yerda ham bizni ijodkor talabalarimiz faol ishtirok etdilar. Shuningdek, Xosiyat Bobomurodova ustozimiz O'zbekiston xalq shoirasi bilan ham aynan ijodiy kechalar muntazam tashkil etiladi. Negaki, ustoz bugungi kunda institutimizning faxriy professori hisoblanadilar. Mana shunday ustoz shogird an'analari doimiy yo'lga qo'yilgan va biz o'ylaymizki,
institutimizni biz yoshlari mana shunday qo'llab-quvvatlaganliklari biz ertaga albatta bu qarzimiz desak ham bo'ladi yoki burchimizni fidoyilik bilan oqlaymiz degan umiddamiz. Bugun bizlar qushmiz samoda, erkin ijod quvnab uchamiz. Biz farzandlar bir jon bo'lishib, o'zbek degan elni quchamiz. Asirlardan oshgan elimiz ozodlikni yetaklab keldi. Yurtim bo'ylab kuy-u tantana, istiqlolning ifori yeldi. Mustaqillik istab muqumiy xalqni jondan ortiqroq sevdi. Behbudiy ham maktablar qurib, kelajakka poydevor qo'ydi. Mehrobidan chiqganda chayon, Qodiriyning ko'zlarida yosh, nohaq fitrat bo'ldi qatag'on, lekin aslo u egmadi bosh. Bugun o'sha farzandlaringni eslash uchun yozmoqdaman she'r. Buguningga yetishguningcha peshonangdan oqdi qora ter. Biz yoshlar porloq qilib istiqbolingni buyuk burchni albatta oqlaymiz. Kitobxonlik bu insonning eng yaxshi, eng ulug' fazilatlaridan biridir. Kitobxonlik bu insonni aqlan, ma'nan yuksaltiruvchi bir odat hisoblanadi. Kitobxonlik insonga nafaqat bilim beradi, balki u insonning dunyo qarashini kengaytiradi ham. Dunyo qarashi keng odamlar bilamizki, juda ham ijodkor bo'ladi. Shunday ekan biz ko'proq kitoblarni o'qishimiz kerak. Masalan, misol keltiradigan bo'lsam ham kitobxon deb biz Guljamol Asqarovani misol keltirishimiz mumkin. Uning yozgan she'rlaridan biz juda ham ko'p o'zimizga bilim olamiz, ma'naviy boylik olamiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Uning she'rlaridan misol keltiradigan bo'lsam, yurt madhi, ya'ni u bu she'rni shunday ta'riflab yozganki, uning bu she'ridan ko'p kitob o'qiganliklarini bilishimiz ham mumkin. Vodiy kelindik nozlangan yurt bu. Vohasi kuyovdek otlangan yurt bu. Manglayiga zardan zarxallar solib, o'zbekka xudodan xatlangan yurt bu. Otamning ko'ksidik baland surxonim, ona Samarqandim qadim qo'rg'onim, Bobur hasrati-yu sog'inchi bo'lgan, odamlari jondek jon Andijonim. Farg'onaga so'lim salomlar bo'lsin, Nabanganga dilbar kalomlar bo'lsin, yurtga podshoh bergan Qashqadaryoning yuzi yorug' bo'lsin, boshi tik bo'lsin. Bu she'rdan ko'rishimiz mumkinki, o'sha mana shu o'zimizning yurtimiz O'zbekistonni juda ham chiroyli qilib ta'riflagandir. Hozirgi kunda institutimizda ham kitobxonlar uchun juda ham keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Institut kutubxonamizda ham xohlagan kitoblarimizni topishimiz mumkin. Buning uchun institut rahbariyatiga juda ham keng minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Va nihoyat bu sa'y-harakatlar mevasini beryapti. Talabalarimiz nafaqat institut, balki respublika miqyosida o'z so'zini aytishmoqda. Bugungi kunda yurtimizda kitobxonlikka berilayotgan e'tibor natijasida ko'plab kitobxonlik tanlovlari o'tkazilmoqda. 2025-yil 18-oktyabr kuni Samarqand shahri kuni munosabati bilan o'tkazilgan Samarqand kitobxonlari tanlovida 2-o'rinni egalladim. 2026-yil esa respublika miqyosida o'tkazilgan Kitobxon yoshlar ligasida ham 2-o'rinni egalladim. Va kitob insonning dunyo qarashini boyitishiga, uni hayotni tushunishiga va olamni anglashiga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Biz talabalar bugungi kunda kitob o'qish orqali o'zimiz uchun ham ma'nan ham moddiy tarafdan manfaatdor bo'lmoqdamiz. Bugungi kunda o'zim tengi talabalarga, o'zim tengi yoshlarga o'zbek adabiyoti durdonalaridan Qodiriyning asarlari O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon asarlarini, jahon adabiyoti durdonalaridan esa Anna Karenina, Jinoyat va jazo, urush va tinchlik asarlarini o'qishlarini tavsiya qilaman. O'zlari uchun hayotda foyda beradigan ko'plab manfaatlar olishadi. Davlatimiz rahbari tomonidan kitobxonlikka nisbatan ko'p targ'ibotlar olib bormoqda va bu yoshlarga nisbatan ko'plab imkoniyatlarni taqdim qilmoqda. Kitobxonlik insonga qanday ta'sir qiladi? Kitobxonlik birinchi o'rinda insonni fikrlashga, shaxsiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shaxsiy rivojlangan inson esa ijtimoiy hayotda davlatimizning rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Men o'zim o'qigan kitoblarimdan ikkitasini o'zimizning tengdoshlarimizga tavsiya qilmoqchiman. Birinchisi o'zbek adabiyotidan Ikki eshik orasi. Ikki eshik orasi kitobidan biz qanday xulosalar qilishimiz mumkin? Birinchi o'rinda o'sha Ikki eshik orasi insonning tug'ilishi va vafot qilishidagi davrni o'z ichiga oladi. Ikkinchi jahon urushida yillaridagi qiyinchiliklar, u davrdagi insonning asl yuzi tasvirlangan bo'ladi. Ota-onaga bo'lgan hurmat, boylik, mansab vaqtinchalik ekanligi, mehr, muhabbat bizning asosiy qadriyatlarimiz ekanligini inson tushunib yetadi. Ikkinchi tavsiya qiladigan kitobim bu
turk adabiyotidan Fotih Tumanning Men nomli kitobini tavsiya qilgan bo'lardim. Inson o'zining menligini, nafsini tiyib, o'zining maqsadi yo'lida olg'a intilmoqligi va umrini har xil keraksiz narsalardan tiyib, shaxsiy rivojlanishga o'zining diqqat e'tiborini qaratishi ko'rsatilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, kitobxonlik insonni tafakkur qilishiga, jamiyatimizning rivojlanishiga va yoshlarimizning unib o'sishiga katta yordam beradi. Jahon adabiyotidan bo'lmish Chingiz Aytmatovning Qiyomat asarini ko'rishimiz mumkinki, bu asarda insoniylikning qanchalik nozik jihatlari mavjudligi va hayvonlarning ham insoniylikdan ham muhimroq tuyg'ularga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin bu asarda. Sababi ikki hayvonning o'z farzandlari uchun amalga oshirgan ishlari, bu yerda hayot uchun kurash emas, u yerda hayotning mazmunini ko'rishimiz mumkin. Sababi kim uchundir qayg'urishimiz u bizga tanish yoki begona bo'lishi emas, u bizga qanchalik insoniy ekanligimizni eslatib turadigan asardir hisoblanadi. Va bu ikki hayvon deyotganim bo'rilar taqdiri hisoblanadi va bu bo'rilarning taqdirini ko'rishimiz mumkinki, ular o'z farzandlari uchun qo'llaridan kelgancha kelajak yaratib berishga harakat qiladi. Bo'ston ismli insonni ko'rishimiz mumkinki, o'sha bo'rilarning halok bo'lishidan o'zining taqdirini va kelajagini ko'ra olmaganligi uchun issiq suvga borib o'zini halok qilishi va otiga so'nggi vidosini berishi juda ham ta'sirli hikoya hisoblanadi. Va bundan tashqari Bo'stonning she'riga qanday halok bo'lganligi, bu halokatda u qanchalik ta'sirga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunki ikki jumla misol keltiraman. O'z she'rigini Bo'ston yo'qotayotganda shunday ta'riflab beradi. Bu yer sovuq ekan. Yur birga ketaylik. Bu yer juda ham qorong'u ekan. Men seni bu yerda hech qachon tashlab ketishga ko'zim qiymaydi deydi. Afsuski she'riga muzlar bo'lagida muzlab qolgan holatda uchratadi. Lekin shu holatda ham ko'zlarida yosh bilan bu yerdan ketaylik, bu yer qanchalik sovuq ekanligi va bu yer qanchalik unga to'g'ri kelmasligini ko'zlarida yosh bilan ta'riflab beradi. Bu insoniylikning eng go'zal tuyg'ularidan biri hisoblanadi. Chunki o'zining jonini boshqa sherigining joniga qiyoslashi, undagi holatni tengma-teng qabul qilishiga ham rozi ekanligini ko'rish mumkin. O'sha muzlikda o'zi ham qurbon bo'lishi, taqdiriga bitilmagandan o'zi ham xafa bo'ladi. Bu asarda shunday muhokamani ko'rishimiz mumkin va bu asar juda ham og'ir tabiatga ega. Chunki har bir inson bu asarni o'qish davomida ko'tara olmaydi. Chunki hayotning achchiq qismatlari nafaqat insonlar, balkim hayvonlar orasida ham mavjud ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, biz kitoblardan topayotgan boyliklarimizni hayotda ham joriy qilishimiz kerak. Chunki ular hayvon bo'lishi mumkin, lekin biz atrofimizda yoyganimizda bu narsani go'zal tariqasida amalga oshirishimiz mumkin. Sababi bo'rilarda ko'rgan xislatlarimizni har bir farzandi uchun, har bir kelajagi uchun qilgan himoyani bizlar insoniy sifatida ko'rishimiz va bularni hayotda targ'ib qilishimiz juda ham katta o'ringa ega bo'ladi. Nafaqat kutubxonadan tashqari, viloyat kutubxonasi ham bor, o'zimizning institut kutubxonasi ham bor. Bundan tashqari elektron kutubxonalarni ham tavsiya qilishim mumkin. Agar siz o'zbek tilidagi asarni topa olmasangiz, til o'rganishdagi eng nufuzli tarafi siz boshqa kitoblarni boshqa tillarda o'zingiz istalgan tilingizda, ya'ni o'rgangan tilingizda o'rganish imkoniyati borligi va bu oddiygina telefonda jamlanganligini ham ko'rishimiz mumkin. Juda ham qulay. Men ham tavsiya beraman elektron kutubxonani, chunki boshqa tillarda ham, ingliz tilida ham, koreys tilida ham kitoblar elektron kutubxonalarda o'qib turaman. Bu elektron kutubxonalarni yanada rivojlantirish va boyitishni tavsiya berib qolaman. Chunki o'zbek tilidagi topolmayotgan adabiyotlarimni bemalol boshqa tillarda ham topish imkoniyatiga egaman. Aziz yoshlar, kitob bu shunchaki o'tmishdan qolgan meros emas, u kelajakka qurilgan ko'prikdir. Samarqand pedagogika instituti yoshlari bu ko'prikdan dadil o'tishmoqda. Siz ham safimizga qo'shiling. Ma'rifat ziyosi hayotingizni yorituvchi nurdir. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.